Oyimni qarasanglar-chi, sog'i olib chiqyaptilar-da. Kimga deb o'ylaysizlar? Mana Jahongir Latif buvimni ko'rgani keldilar. Rahmat, katta rahmat. Onamgami bu? Mana sizga. Yenge. Ana, bu-chi bu? Bu. Va ana. 93 yoshli buvimga berib qo'yamiz. Rahmat. Gap ya. Rahmat. Kutmadim. Umringiz uzoq bo'lsin. Yoshingizga kirib yuraylik, xudo xolasa. Onamni ham olib kelaman mehmonga. Sovg'alar bilan yana sizga. To'ti buvi, lekin do'stlar, mana hayotda birinchi marta ko'ryapman. Qanaqa Instagramda o'zida shunaqalar hayot. Gap. Energetika va shu pozitiv. Rahmat katta. Rahmat. Oyi, nechiga kirdingiz aytib qo'ying. 200. Ana, 200 nechiligini bilasizmi? 98. 98. Bu jonni yoshlariga yetib yuramiz deb niyat qilganlar, mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Qancha sarpsiz. Yo, addushi. O'zim xursand bo'ldim siz ham nastroyeningizdan energiya olib. Hamma tan joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Men yoshimdan ham oshib ketsa, yiqilmasin, kasalim bo'lib, ehtimolsiz bo'lajaqlar rohat. Hamma bizani shu ko'rayotgan tomosha qilayotganlar shu biza yaqinlarimiz, shular yoshlariga kirib yuraylik. Ana.